Bugun sizlar bilan biz yangilangan Chery Tiggo 7 Pro haqida gaplashamiz. Bu avtomobilimizda nimalar o'zgardi? Yangi ko'rinishdagi optika linsali faralari va juda ham chiroyli reshotka radiatorlar va juda ham bejirim qilib ishlangan tuman yoritgichlari. 4 faslga moslashgan shinalar va 18 dyuymga ega yangi diskalar. Orqa faralari esa juda ham chiroyli va zamonaviylashtirildi. Old panellar va sentralniy barlar mutlaqo o'zgacha ko'rinishga ega bo'ldi. Avtomobilimizda simsiz quvvatlash tizimi, stakanchiklar uchun joy va o'zgacha ko'rinishga ega bo'lgan joystiklari mavjud. Rulda esa cruise control, ограничение скорость va обогрев rullari ham mavjud. Old panellari esa juda ham chiroyli karbonli detallar bilan ishlandi va juda ham kattakon tablo va monitorlarga ega bo'ldi. Ana endi avtomobilimiz 3 xil rejimda, ya'ni Eco, Standart, Sport rejimlarida harakatlana oladi. Quyoshdan himoya qiluvchi koziroklarimiz esa juda ham chiroyli yoritgichlarga ega bo'ldi. Obshivkalarda esa juda ham chiroyli podsvetkalari va 3 talik sideniya pamyati va qo'shimcha muzika uchun pishalkalari mavjud. Eng muhimi esa avtomobilning uzatmalar qutisi endi robotlashtirildi. Chery Tiggo 7 Pro ning 3 ta pozitsiyasi va 5 xil ranglari mavjud. Manzilda adashmang. Manzilimiz Andijon shahar 80 metrlik ko'chada joylashgan. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling.